Bu obyektimiz ham to'liq xudo xolasa topshirdik. Hamma holatini patkulich holatida. Ozgina mebel jihozlari qolgan edi. Esinglarda bo'lsa mana shu jarayonda mana hozir xudo xolasa bugun oxirgi etapiga yetib, inshaalloh shu klientimizni duolarini olish maqsadida shu joyga yetib kelganmiz. Mebellarni ham avtoriskiy holatda qilindi. Joylarga moslangan holatda, hech qanaqa joyga zazur bo'lmaydi. Tegib qolish holatlarini ham o'ylab chiqqanmiz. Juda ham ustki variant ishlangan. Ishlarga ham podsvetkalar qildirganmiz. Faqat ключаторimiz shunaqa ключаторlardan foydalangan. Mana shu joyga shunday berilsa-da, avtomatik yonadi. Shunday holatda o'chadi. Ularga ham yechimini topgan holatda, xudo xolasa noodatiy tarzda ishlandi bu jarayon. Klientga juda ham yoqdi, xudo xolasa. Hamma joyi bir-biriga mos keldi, kombinatsiyasi. Inshaalloh tez kunlarda gilamlari ham keladi. Uni ham xudo xolasa qo'yish bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Usta Ziyobek kanaliga obuna bo'linglar. Pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa 24/7 xizmatinglardamiz. Butish jarayonida xudo xolasa ularni ham birma-bir qo'yib, birma-bir ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha xizmatinglardamiz. Hammaga rahmat. Like bosishni unutmanglar.